Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Okalar, shokolad variant, просто super. Korobka перегородка qilingan, manzil Sergeli territoriyasidan ozgina o'tganda Janib Layli mahalla deydi. Betonkadan taxminan 3 kilometr kiramiz. Hop, pastda podvali bor, bir emas, ikkita podvali, uyi orqasida ham xo'li bor, zелёный zona ko'rishingiz mumkin va ichkari. Ichkarini kirib boqamiz, to'rt xona plus xoll. Uy teplый pol qilingan. Xonalari konkretni baqvat qilingan. Kirganda bu yerda mana kuxnaga mo'ljallangan. Yana takrorlab aytamiz, o'zingizga mos qilib sharoit qo'yib olasiz. Bu yerda mana xoll bo'lyapti va ichkarida yana bitta xona. Xo'p, xollni ko'rishingiz mumkin. Xonalar bo'lingan, перегородкаlar qilingan. Bu yerda kiraverishimizda yana bitta xonasi bor. Ichkarida yana bitta xona. Va bu yerda mana diski sifatida foydalansa bo'ladi. Orqa hovli. Sizlar bu uy shundoq emas, oppoq atechente и pollarni bruschatka bo'lgan holda bir tasavvur qilib ko'ringlar. Bo'ladi-ku, ovosam bo'ldi. Ozgina sharoit bo'lsa, sekin-sekin qilib olaman deyishga xona bo'lsa bo'ldi. Mana o'shanaqa xonalar bemalol. Bu yoqda mana letniy kuxna joy qoldirilgan va zелёный zona meva beradigan daraxtlar bor. Tak, shaharda men aniq bilaman 300 mingdan kamiga buni qo'yilgan obzor qilmaymiz. Janib Layli mahalla yana bir takror aytyapmiz. Uy egalari tomonidan berilgan e'lon bo'lyapti. Uyimizdan narxi ozgina kelishadigan joy bor, $110 ming. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uchi bolalar.